bo'lib mol go'shtini shunaqa payli kachalka joyini kubik shaklda to'g'rab olamiz. Ketidan kubik to'g'ralgan qo'y dummasini qozonda eritib, jizza qilib olamiz. Tayyor jizzalarni olib qo'yib, qozonni yaxshilab qizdiramiz va go'shtni qizartirib qovurib olamiz. Tushunka mazali chiqishi uchun piyozlarni ayamasdan ko'p miqdorda solamiz. Piyozni yaxshilab qovurib, qora murch, tabga ko'ra tuz, lavr yaprog'i va suv solamiz. Ketidan qovurilgan dumba va ilikli suyakni qo'yib, ustini yopib 3,5 soatga dimlab. Go'sht pishguncha Arizona navdagi kartoshkani videoda ko'rsatilgan shaklda kesib olamiz. Kartoshkalarni kraxmalni chiqarish uchun yaxshilab yuvamiz. Keyin 180 gradusli qizgan yog'da 10 daqiqa davomida qizartirib qovurib olamiz. Shunaqa qizarib pishgan kartoshkalar ustiga tuz, chesnok va ukrop sepamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Eslatib o'taman, go'sht 3,5 soat davomida usti yopilgan holda past olovda pishadi. Agar suvi qolmay qolsa, suv qo'shib turiladi. Agar tushunkalar ko'p chiqadigan bo'lsa, qanaqadir qismini bankaga solib, ustini yopib xolodilnikka olib qo'yamiz. Qolgan mol go'shtli tushunkaga qizarib pishgan kartoshkalarni solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Tasavvur qilib ko'ringlar, yumshoq, shirali bo'lib pishgan mol go'shti bilan qizartirib qovurilgan kartoshka juda mazali. Bunaqa ishonchli va mazali